أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli qarindoshlarimiz, bu qatimki dersimizga yine hoş kelibsizlar. Bizniki bu qatimki dersimizningki asosiy mavzui nikahda bo'lgan kafoat. Ya'ni arabchada al-kafoatu fi nikah, al-kafoatu fi zavoj deydi. Ya'ni Uyg'urchada nikah qilmoqchi bo'lgan, evlenmoqchi bo'lgan ayol, her ikkalisi shu ba'zi yiliqi her ikkalisi o'xshash bo'lishga tegishli bo'lgan ba'zi taraflarninki ustida bo'ladi. Ya'ni nikah qilmoqchi nikah qilish vaqtda er bilan ayol, qiz bilan yigit her ikkalisi ba'zi bir taraflarda mana o'xshash bo'lishga tegishli bo'lgan ba'zi bir masalalar va mana bizniki darsimizdagi mavzui mana buning ustida bo'ladi endi. Endi bu arabchada kafoat, al-kafoatu fi nikah degan gap asli bu arabcha tilida gap bo'lib, buni musavat, mumasalat, kuf deydi ham kafa deydi. Yani o'xshash, barabar, teng degan ma'noda Uyg'urcha tilda. Şu Qur'oni Karimda Alloh taoloning sifatini, Alloh taoloning sifatlarining ustida to'xtalib, Alloh va lam yakullahu kufuwan ahad. Yani Alloh taologa hech qanday bir teng, o'xshash bir narsa yo'q degan gap. Shu Allohga o'xshagan ne zotda, ne sifatda hech qanday bir mavjudot, hech qanday bir narsa yo'q degan gap bo'ladi. Bu kuffan degan, yani kup'un degan gap bu kafoatdan bilan o'xshash ma'no bo'lgan bo'ladi. Anda bo'lgan bo'lgandan keyin, yani bizdagi darsimiz bu yerda ayol, ikkalisi to'y qilmoqchi bo'lgan vaqtning o'zida, yani ikkalisi o'xshash bo'lishga tegishli bo'lgan ba'zi taraflar bor. Yani hammasi o'xshash bo'lishga, hamma tarafdan o'xshash bo'lishga bo'lmasin bo'ladi. Yani ba'zi tarafdan, shar'iy tarafdan bekitilgan shunday o'xshash bo'lishga tegishli bo'lgan ba'zi taraflar var. Biz bunun ustida to'xtalamiz. Yani bu kafoatniki yüzü bu ya sünnet ya farz ya vacip emas. Yani nikahninki mana rukni va uninki taraqqiyotiniki davomlashish uchun bo'lgan, yani aqdniki luzumi shart deydi. Bunun ustida to'xtaldik. Mana bu ikki taraf bo'lsa tepilsa bo'ladi. Birisi ayol bo'lgan bo'lsa, mana yüzniki rozilig'ini oldim, taqdim desa, bu rukn farz ado bo'lgan bo'ldi. Endi buniki davomlashish uchun bir qancha shartlar bor, uning ustida to'xtaldik va undan boshqa yana mesela to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'ziga loyiq bo'lgan obdan bir ayolni tanlash kerak. Shuningdek qiz yoki ayol o'lan to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, umi o'ziga loyiq bo'lgan nayt obdan yaxshi bir yigitni tanlash kerak deganlikniki ustidan mana to'xtaldik. Ham shuningdek har ikkalisi to'y qilmoqchi bo'lsa, bir-biriga aram bo'ladigan, bunda ishchi bo'lmas kerak deganlikning ustida mana kim haram, mana qandaq ayol haram, qandaq vaqtda haram deganlikniki ustida to'xtaldik. Bu tugidamdi. Bu zodi shunday bo'lishi kerak. Hozir endi men nikohdagi tengpunglik, yani o'xshashlik, barobarlik degan bu ish shu farz bo'lgandan keyin agar mushundoq bo'lgan bo'lsa, yani İslam dinida bekitilgan ba'zi taraflarning har ikkalisi o'xshash bo'lish degan ish tepilsa, bu nikohniki davomlash uchun bu muhim. Nikahni davomlash uchun bu muhim. Agar bunda kafoat, yani har ikkala taraf o'xshash bo'lmagan vaqtdagi o'zida, mana bu nikoh 5-4 kundan keyin ikki taraf bu yerda urush, majro chiqib, kelishamay ajrashib ketadigan bunda bir ish kelib chiqadamdi. Mana buni qaragan vaqtning o'zida zodi ikki tarafning kimdi? Şu nikah qilgan vaqtning o'zida mana jazman shar'iy tarafda bekitilgan ba'zi bir shartlar va sabablar, mana ta'limlar buchu bo'lish kerak. Bu bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. Hammamizga ma'lum, nikah qildik, yani to'y qildik, o'ylandik deganlikniki o'zi bu yerda davomlashish maqsad bo'ladi endi. Davomlashish. Bu yerda nikah qilib, to'y qilib 4-5 kundan keyin ajrashib ketadigan bundaq bir maqsadda qilingan nikah emas. Yani nikohi tahlil deb atiladi. Bunu biz o'tganki darsimizda buni tafsili to'xtatib o'tdik. Bu nikohi tahlil bu haram. Endi
Nikahning asosiy maqsadi, yani ayol ikkisi bir uyga kirgandan keyin shu nikahni davomlashtirish uchun qilinadigan nikah. Yani ma'lum muddat ikkisi ma'lum bir ishini tugatib olgandan keyin ajrashib ketadigan bu emas. Bunda bo'lgandan keyin davomlashish, hatto bu dunyoda o'lib ketgan qadar mushuna bir-birisi bilan hamroh bo'lib o'tish, uningdan boshqa u dunyo vaqtning o'zidami yana birga o'tish agar ikkalisi loyiq nima qilib qolgan bo'lsa, shuna payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki mana hadislarda, yani asarda shunday deyiladi. Yani bir ayol yoki ayol kim bilan o'lib ketgan bo'lsa, shuningki ayoli bo'lib, agar darisi shu yerga o'xshash mushuna bo'lsa, shu jannatdami yana shuningki ayoli bo'ladi degan mazmunda asar bor. Yani bundoq bo'lish bo'lgandan keyin bu yalaqi farz, rukun va harom bo'lish bo'lmasi degan narsa tepilgandan keyin bu nikohniki davomliq hamda mustahkam, texmi chunqur, texmi ubdan o'tib davomlash uchun şu şer'i tarafdan bo'lgan ba'zi bir urullar, ba'zi bir sabablarni, yani ta'limotni o'ttiruvchi qo'ydamdi. Buni rayqa vaqtning o'zida mana bu ayol ikkisi bir yakiga vaqtning o'zida oilada ajrishish, varang churong, farang yoki kelisholmaydigan g'avg'o deydigan bundaq narsa bo'lmay, uniki o'rniga bir-birisi bilan texim mustahkam, texim muhabbat, texim bir-birisi yaxshi ko'radigan, inoq, ittifoq, rahimdil, bir-birisiga fido qiladigan, bir-birisini hattoki mana qurbon beradigan darajaga yetadimdi. Mana shu e'tibor bilan bu kafoat bo'lishi kerak deb islom din buni qo'ydi. Bu kafoatning o'zi, ya'ni har ikkalisi to'y qilmoqning o'zidan har ikkala taraf o'xshash bo'lsin degani ya farz yoki sunnat emas. Yaxshi, ya'ni mustahab. Agar mushundoq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Chunki qilinadigan nikohningki davomlashish uchun. Ham bir mezgildan keyin bola bo'lib qolgan bo'lsa, uningdagi bola bo'lib qolgandan keyin agar ajrish kelib qolgan bo'lsa, agar bu ajrishningki o'zi bola qilgan, shu bola kichikkan yoki qarinib qolish ehtimol bo'lgan bo'lsa, uchaning o'zida bu bolani zulm qilgan bo'ladi. Agar bunda bir ajrishningki o'zi islom dinida to'g'ri emas. Shuningdek ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki hadisida mana nikah, yani mubahninki Allah Teala'nınki abgazul halal ilallahi talaq degan bir asar var. Yani Allah Teala'ga halal narsaning ichidagi, yani mubah bo'lgan ishlarning ichidagi eng yaxshi ko'rmaydigan, dushman ko'radigan narsa nima deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam? Talaq, yani ayol ajrashib ketish deydi. Chunki bu ajrashgan vaqti o'zida normal holatda bu maqsad şu ikkisi voy olimiz tegimiz deb har ikkala taraf mengib bir yerga kirib shunday qolgan vaqtning o'zida davomlashtirishdi. Ham shu ikkala taraf cho'ng bir va'dani bergan. Bu va'dani ikkalisi mana amillashtirib olmadi. Buni qarg'an vaqtning o'zida bu gunoh, ya'ni bu ehtiyoj mana bo'lmasa o'chaning o'zida gunoh, bir xato bir ishga giribdor bo'ladi. Agar balisi qolgan vaqtning o'zida zulm kelib chiqadigan bo'lsa, tahim og'ir gunoh bo'ladi. Bunda bir ish bo'lmasligi uchun shu islom din her ikkala tarafniki nikoh qildigan vaqtniki o'zidan mana jazman mana shu o'ttirib qo'ygan shu ta'limotga uyg'un har birisi bir-birisiga muvofiq, o'xshash, teng mana shundoq barobarchi bo'lishi kerak deb buni o'ttirib qo'ygan. Mana buni mana bu fiqh kitoblarda kafoat deydimdi. Endi bu yerda kafoat bo'lish degan gapniki o'zida bu nima bo'lsa, şu to'y qilmoqchi bo'lgan erning o'zi, shu olmoqchi bo'lgan ayol yo qizga mana shar'iy tarafda ko'rsatgan mana mushu tartib bo'yicha shu ayolga mana jamiyatdagi o'rni jihatdan o'xshash bo'lish, diyonat jihatda o'xshash bo'lish, shundoq ijtimoiy mana jamiyatlardami qandoq o'rni bo'lgan bo'lsa, mana ayolmucho yoki ermucho shu ayolga o'xshash bo'lish, axloqi, diyaneti ve onun başka kesbi muşu taraftan o'xshash bo'lish kerak deganlikni bu yerda asoschi qilidamdi. Yani nikahda bo'lgan bu yilqi o'xshash bo'lish deganlikda, endi bu nikah bo'lishniki o'xshash bo'lish deganlikniki o'zida mana bu ba'zi olimlarimiz bu yerda deydiki, bu nikah bo'lishniki, yani o'xshash nikah qilgan vaqtning o'zida ikki tarafniki mana shundoq o'xshash, mana barobar mana o'xshash bo'lishniki mana darajasi qanchalik bo'ladi, buning hukmi nima degan vaqtniki o'zida ba'zi olimlar
bu yalik mustahab deydi. Bazı anlılar bundak bulması mı mene boludu deydi. Mene bu er ayal toy qilgan vaqtning o'zida ikkilisindagi mana barobar bo'lmasimi bo'ladi deydigan olimlarniki qatorida birinchi olimlar bor. Shuniki qatorida Ibn Hazm deydigan bir büyük cho'ng bir olim bor. Bu odam deydi, mana har ikkilisi musulmonlar bo'lsa, mana bir-birisiga zoni bo'lmasa, u chaqning o'zida mana eptigisi bo'laverdi. Chunki islom dinida avvalan ayol her ikkilisi Müslüman bo'lgandan keyin islom dinidagi bo'lgan ikkilisi her ikkilisi o'xshash, qarindosh yani. İnnemel mu'minuna ihvatun deb Alloh taolo meni mushunaq dedi. Mu'minlar bir-birisiga qarindosh degan gap. Qarindosh degandan keyin her ikkilisi qarindoshlik jihatda o'xshash degan gap bo'ladi hamda. Haqiqatda o'xshash, bat barobar degan cho'ng gap bo'ladi. Ham shuningdek Alloh taolo Qur'oni Karimda pankihu yani penkihu mataba lekum minen nisan. Sila ayallarınki işiden, silinki konuğun yarıgan, muşa yakkan ayallar ile nikah kılınlar dedi. Anda oğandaki bu yerde Allah Teala yani andak mertebis okşaş olan ayallar her bir erkek mertebis okşaş olan ayallarla toykusun, öğlensun diyen çok gap bulmadı. Dep yani bu ayetin şu delil kılıdı. Şunu da yani Allah Teala men haram bo'ladigan hurrimat alaykum ummahatukum degan mush oyati deb bo'lgandan keyin shuniki oxirida Alloh taolo va uhilla lakum ma wara'a zalikum. Mana Alloh taolo yana mena sizga haram qilindi, yuqorqi haram qilingan, sizga halol qilindi, yuqorqi haram qilingan shu ayollardan boshqasi halol dedi. Unda bo'lgandan keyin yuqorida opsi, ochsinglisi, tog'asi, ammachisi deganidek bunda bir ayalınki apsi diğerledek bunda bir ayal bup kalmışsa men haram bop dep belki tok onu söyledik. Men muşundan başka ayalını alsanız size halal dedi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Anda oğandiken Kur'an-ı Kerim'de mundah diyen boğandiken bu yerde yalaka kapaat bu yerde çok bulmaydı. Yani işkili taraf Müslümanlar bolsa yani ayal erkek Müslüman bulup birbirisi zani bunda bulmasa uçan üzde bu yerde kapaat yok dep müşuddak deydiğen alimlerimize bu ayeti delil kıldı. Onun da başka böyle bulunaki delil kılışı mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzniki benim Mevlası olan Zeyd ibn Sabit radıyallahu taala anhuni mene bu yıllık Zeynep binti Cahş diyen şu ayarlar toykup koygan. Endi bu Zeyd ibn Sabit bu azat kılınan bir kul. O Zeynep mene bu Kureyş kabilesinin işçiden çıkan nesebi en uluk bir kız. Anda oğandan keyin Peygamber sallallahu bu yılki Zübeyir ibn Abdülmuttalib'niki kızı olan bu Zeynep'ni ne koydu bu yerde nikahlap koydu. Anda oğandan keyin nikahlap koygan oğandan keyin bu sebepten mana bu ne boludu uçan üzüden bu kafaat bu yerde şu yok deydi. Ve onu da başka Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir kanışı yerden vel mu'minuna vel mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd deydi. Anda oğandan keyin mümin erler ve mümin ayallar olanıki bəsige nime veli deydi. Yani okşaş, yani birbirine yakın bir tukan, yani evliyaları deydi. Anda oğandiken bu ayetki asasen İslam dini de zerzade her işkilisi Müslüman bulup, yani pasık derecede yani zani derecede bağımıgan bunda bir ayal bulup kalsa, bu yerde bunu yalak nesebi kandak buluştu katli nezer, baylığı kandak buluştuğun yani katli çoğun nezer, onun da başka kayıs kesipte buluştu katli nezer, meyli bay olandı, kemigal olandı, birbirisiyle elip tegisi boludu ki, hatta ki mene kara zengi kulununki üzerine Ali neseptik boğan Kureyş kabilesi çıkan mene muşu kızı bilen toykusa hiç kanda bir maniçu yok, tosalığı yok, depçu bunda kara edemdi. Yani şunun içinden bazı alimler şu yalaki iki tarafındaki üzerinde mene bu diyaneti bilen ahlak cihette okşaşçı buluş gerekte bu ikisini katağalı edemdi. Kağını alı yukarı alı dikidek hiç kana bir kapaat yok demezden yani bazı bir alimlerimiz var mesela Maliki mezhebindeki alimler İmam Malik mezhebindeki kişiler toy kılmakçı olan ayal her işkilisininki mene diyanet cihette hem ahlak cihette okşaşçı buluş gerek. Onunki gayrı olan cemiyetteki orni, abruyu, pul mal, kesbi ve
unudun başka maddi bir nesli mene hata edip bunu hesaplap bu tarafın okşaşı bulması mı? Fakat kızın yüzü takva, muttaki bolsa, ahlak olsa o kızdaki yüzüge mene erkişi taraftan, oğul taraftan moyna muttaki alim, ahlaklık müşunda bir kişi buluş gerek. Dep bunu çok hata kalıdı. Bu taraftan boğan okşaşlık buluş gerek. Başkası hesapçı emez. Deydiğen men muşundaq nememiz var, alimlerimizin çoğu bandı. Bu bir xil, ikinci xil göz qaraş. Mene bu. Hem bunun da hem bulanın kim oyna? Yine nemesi var bu yerde delili var. Bununki delilinki dişçe. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekarin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile lita'arafu inna ekremakum indallahi etkakum diyen. Bu ayette Allah Teala biz silini bir erkek bir ayaldan yarattık. Şunu da biz silini mene adamlarını biz neme kıldık silini kabile yut muştak kıldık. Ne için? Bu yada kabile ajut majut a millet ma milletten kılışımızdaki sebep li taarafu birbirine ona tuğuş için. Birbirine tuğuş arkalık muşu yer şardaki ictimai münasebetini meni saklap kalıp terakki kıldırıp kıyamet kuşu devamlaştırış için biz bundan çok kıldık deydi. Ne oldu ki yine Allah Teala bu ayetteki ahirde inne ekremakum indallah etkakum. Bu yada birisi bir yerlik hüp kalışı, yine birisi bir millet hüp kalışı. Bu yada hiç kandak vakitteki üzüde bu yada men artıqlık, yaxşılık, ubdallık, mene ebzellikçi yok. Fakat ebzellik fakat tuğuş için ayalık, bayalık, amillet, mamillet kupoydu hem de Allah Teala. Bunu kıldık. Hem de şunun içindeki en uluk, mene kim olsa mene Allah'ın dergahida, kimi ki mene alim, muttaki bolsa, mene Allah'ın dergahida en uluk kişi mene muşo dedi. Anda o andaki Allah Teala bu ayetteki yüzden insanların içindeki artıkçılık'ındaki yüzüne ne kıldı? Yani takva kıldı ki yani o adam muşu Kur'an-ı Kerim hadisi Resulullah neme degen bolsa şunuğa emel kılıdığan, neme toskan bolsa şu bunu şunu yanıdığan, benim muşundakçı bolsa men en uluk kişi. Onunki gayrı oğan emmisi okşaş bir adam. Emmisi okşaş bir adam. Meyli a millet ya Arap olsun ya ki Paris olsun ya Ordu olsun ya Uygur olsun ya Kazak Kırgız olsun. Meyli uyalık olsun. Meyli kaşgarlık olsun, meyli otellik olsun, meyli ürümçilik ya golculuk olsun. Bu yada hemmesindeki şekli, rengi ve azası kandak hikayeliği okşaş. Okşaş boğandaki bu yerdeki artıkçılık fakat kimden artık diye bu yani belgileydiğin bir ölçem kim ki takva olan bolsa, mene yeni bir ayetke başka ayetlerde mi var? Yeni birisi ilim. Boğan bolsa, takvanın içinde bilgen ilimge o adam emel kan bolsa. Mene bu kattan. Mene kişi olan buludu, bu ali çok kişi olan buludu. Dep Allah Teala mene bu yerde bunu çok dedi deydim. Digen boğandaki bu yerdeki ayal ikisi toy kılmakçı olsa ikisi ki otursadaki mene beraberlik, okşaşlık, tanlık ne hem tanpuluk ne fakat muşu takva cihette katağalimiz yani diyanet cihette. Yine bir hadiste mene bu doğruda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki mene bir hadisi var Ebu Hatim'in Muzani radıyallahu ta'ala şuna deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna degen. Silinin kaşınığa diyaneti, ahlaki razı olan bir kişi elçup kelgen bolsan, sil o kişiye yüzündeki kızınlarını sila sorgan bolsa nikahlatçı bir anla. Eğer unda kılmaydıken sila, eğer unda kılıp diyaneti yakşı, ahlaki yakşı, muşunda kip durğun unuğu sil kızınlarını vermey, bununki pulu yokken, ya ki abruyu yokken, ya ki çoğu munda bir mağdığın üyü yokken, ya ki işçi yokken, ya ticareti yokken, de bunda kısanlar uçağındaki üzüde, yer şarındaki üzüde çoğun bir pitni pasat ve çoğun bir buzuk işçi bolu dedi. Yani yer şarı çoğun bir buzuk işçi oldu ki siz o kızınız ne? Diyanete ubdan, ahlak ubdan, alim, Allah'la aramda bilüdan kişi beğenmişsiniz. Uçağda pulu varken, abruyu varken, hukuku varken, işi varken de beğensiniz. Uçağın yüzüde o adam kandak kılıdı. Allah'la aramda doğru emesin bilmegendiyken o apırıp balınızı zulüm kılıdı.
zulüm qilgandan keyin o'sha qizingiz zulüm qiladi, o haram ishni cho qilgan sabab qoladi, hatto bu qizniki baxtiga o'ltirgan bo'ladi. Baxtiga o'ltirish bu dunyoda emas, u dunyodagi baxtiga o'ltirgan bo'ladi. Shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima deydi? Agar shu kishiga sizlar ashunda qizinglarni bermasanglar, o'shani cho'ng bir buzuqchilik ishga cho kip chiqadi degenicha bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kimdi. Endi mana bu hadisda mana nima deydi payg'ambar alayhisalom? Diyonat bilan axloqni qato qildi. Anda bo'lgandan keyin bu yerdagi er ayol er ishkilik to'y qilmoqchi bo'lsa, biz bu yerda qato qiladigan, hisoblaydigan, e'tibor qiladigan birdan bir o'lcham mana shu ishkili tarafniki diyonat va axloqi jihatda er ishkilisi o'xshashchi bo'lish kerak deb shon buni qato qildik deb demdi. Mana yin bir hadisida mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala undan rivoyat qilgan bir hadis. Şu hadis şuna deydi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey beni bir yaldan, sizler Aba Hind degan bir adamni o'ylab qo'yinglar. Uni nikah qilib qo'yinglar" deydi. Bu adam qanalidigan bir kasbni qilgan bir adam ekan. Bu Aba Hind degan kasb qilgan bir adam bo'lgandiki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kasb qilish, yani qon elib bunda bir davolashniki o'zi shu chan o'zida Arabniki nemisi to'an darajada ko'rdi ekan. Bu yerda Peygamber sallam bu yer sizning ishingizga chiqqan bir qizga o'ylab qo'yinglar deganning o'zida payg'ambar bu yerda kasb xato qilmadi. Faqat Abu Hind degan o'zi kasbdor, axloqi ubdan bir odam bo'lgandan keyin sizlar shundoq to'ychi qilib qo'yinglar dedi. Degan bo'lgandan keyin anidan keyin bu yerda xatoga ilishimiz har ikkala tarafninki shu diyonat ham axloq jihatda ubdanchi bo'lish kerak ekan degan bu gapchi chiqadi deydi. Endi bir hadisi var buninki delil qilib ko'rsatadigan. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zaynab binti Jahsh radhiyallohu ta'ala anhani mana Zayd ibn Harisiga mana elchibchi keldi. Mushni bersanglar deb. Chunki Zayd ibn Harisa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki quli edi. Quli bo'lgandan keyin bu Zayd ibn Jahsh bo'lgan bo'lsa, bu Quraysh qabilasidan chiqqan bir hur bir qiz. Bu chan o'zida bu ayol unmadi bu qiz. Ham shuningdek bu yiliq Zaynab bint Jahsh degan bu qizningki aksi bo'lgan Abdullah Jahsh bu unmadi. Nemishqa bizning nasibimiz oli biz Quraysh qabilasidan. Bu Zayd bo'lgan bo'lsa qul bu qanday bo'ladi bu? Unmaymiz debchi unmadi. Unumga vaqt o'zida anadaki tövenki bir oyat tushib Allah Teala'nınki ve ma kana li mu'minin ve la mu'minatin iza qadallahu ve rasuluhu emran ay yakuna lahumul khiyaratu min emrihim ve men ya'sillaha ve rasulahu faqad dalla dalalan ba'iden degan oyat düştü. Mana bu oyatda Allah Teala mu'min er shuningdek mu'min ayol bo'ladi ekan Allah'nınki Rasulü ulağa bir ishni hukm qiladi ekan ular uchun Allah'ın Resulü hüküm kan işi de tanlab verish hukuku yok. Yani o Allah'ın Resulü ne medise şu bunç buludu. O adamın tanlışı tön derecede oludu bu. Ve men yasillahu ve Resulühu fakat dalla dalalen ba'iden. Kimi ki Allah'ın Resulü'ne asi olup Allah'ın Resulü buyruk onumağan bolsa, o nait uç aşkara izip çok ketken buludu deydemdi. Bu ayetten de şu ayet düşkendeyken andayken bu Zeynep binti Jahsh şunudak bununki aksi Abdullah Jahsh ya Resulullah biz hem de unuduk neyme kısıl meyli dep mene yüzündeki ihtiyarını talı veriş hukukunu kaldırıp Allah'ın Resulü neyme degen bu şu bunca kıleme dep yüzünü tapşıgan şununla anadayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Zeynep binti Jahsh'ine Zeyd ibn Haris'ten ibaret olan bu kul azat kılınan kulga bunu çok toy qilib qo'ygan. Mana bu yerda hamda payg'ambar alayhisolatu vasallamninki mana mushu ishidan bu yerda payg'ambar alayhisolam bu yerda nasabni yoki va mol yoki kasb bir narsa qato qilmabdi, faqat diyonat, axloqni qato qilibdi. Unda bo'lgandiki bu yerda nima ilishimiz kerak ekan? Bu qolgan narsani qato qilmay, shu diyonatli axloqni qato qilishimiz kerak ekan deb bu olimlarimiz yani bu dalilni çok ko'rsatdi. Shuningdek yani onun başka bir qancha delili var. Şunu da Bilal ibn Rabah, yani Bilal Habeşi, Peygamber sallallahu muazzini olan bu kul qarqulanı. Bu azat kılınan bir kul. Bununla bu adamniki özü Abdurrahman ibn Avf radıyallahu ta'ala anh'ınki singlisini çok ağan. Bu Abdurrahman ibn Avf degene
qabilasi yuqori bir kishi. Bu Bilal Habeşi olsa qapqara bir qul, azat qilingan bir qul. Anda olgan bunu algan. Anda olgandaki bu yerda nasabni yoki mol, mulk, obro' buni qatag'anmaydi ekanmiz. Faqat diyonat jihatda obdan bo'lgan bo'lsa, qizni mana basi mana bo'ladi ekan degan bu hadislarni chu o'ttirib qo'yib, shuningda bu ayol mana har ish kelsa bu yerda nima qilish kerak? Har ish kelsa mana diyonat jihatda, mana axloq jihatda obdan bo'lsa, o'chan o'zida buchu bo'ladi. Shuningdek hamda erninki o'zi diyonat va axloq jihatda obdan bo'lgan bo'lsa, mana qizingning uchun bas bo'ladi, uningki puli yo'q yoki mel yo'q, obro'si yo'q, u narsa yo'q, bu narsa yo'q demasdan deydi endi. Bu yerdamda yeni birisi ham diyonat axloq jihatdan, mana qatoq erish jihatdan har ish kelsa diyonatul islom diniga e'tiqod qilgan haqiqiy mu'min musulmon axloq qo'ysa bo'ladi. Bu qatorda yuqorida deb o'tildi mana musulmon bir erniki kafir bir ayolni yoki mushrik bir ayolni elishga qat'iy bo'lmaydiganliginiki ustida, chunki mana bu ish kelsa bir-biriga kafoatchi emas. Mana buni deydi. Bu bir ko'z qarashdagi olimlarimiz. Yani fakat bu yerda diyonatlar axloqni qatog'i olamiz. Yani islom din bo'lsa, yani o odamning o'zi axloq jihati obdan bo'lsa, o'shan o'zida bu odam mayli qul bo'lamdi, mayli bir mayli oz kambag'al bo'lamdi, unga qarta o'zining qizini shu basi bo'ladi. Voy, meniki qizimni qul olib qapti, pul yo'q odam olib qapti, uy yo'q odam olib qapti deb u chog'da avvalilari o'chani o'zida mana shar'iy mahkum bo'lib qolgan bo'lsa, uni da'vo qilish orqali ajirtishniki haq huquqchi yo'q. Mana da'vochi qila olmaydi deydi endi. Bu ikkinchi xil mazhabdagi kishilar. Endi uchinchi xil ko'z qarashdikilar, bu ko'p sonliq olimlarimiz bu ko'z qarashga asos nima qiladi? Bu üçüncü xil ko'z qarashdagi olimlarimiz, yani biz, yani Hanefi, onun başka Şafii, yani Hanbali, yani onun cık olimlari bu ko'z qarashlik bo'ladi. Bunu ko'z qarashcha yuqorgi İmam Malikniki mezhebi degandek, yani diyonatlan axloqni qatog'i olgandan boshqa, yani qatog'i olgandan boshqa, yani her ish kelisi tövende bir qancha tarafqa, mana mushu tarafdan o'xshashchi, bo'lishchi kerak deydimdi. Yani diyonat bo'lish kerak, axloq qurish kerak. Tövende yine bir qancha nemiz deymiz, yani 5 tane yoki 6 tane mushu tarafdan hani o'g'ilchi, mush tarafdan chu bo'lish kerak. Anidiki mushtaq bo'lgan vaqtning o'zida o qizinichi o adam o er kishiga basa bo'ladi deb qaraydi. Bu ko'p sonliq olimlarimizniki mana bu gapi. Hamda hammasiniki o'z oldiga shunday fikri o'xshamaslik, yani bu masalasi var. Her birisiniki deydigan mana qaraydigan, uni taynadigan delilleri var. Hem hadiste, hem Kur'an'da, hem hadisçi var. Şimdi köp sonliq olimlarimiz bu ishkini mana hisoblag'andan boshqa, yani tövende bir qancha mana narsa bor. Uniki birinchisi nasab. Nasab jihatda mana o'xshash bo'lish kerak deydi. Yana birisi hurriyat jihatda, yana birisi islom jihatda, yana birisi kasb jihatda, yana birisi mol mulk, yani boy pulva jihatda bo'lish kerak. Mana oltinchisi mana her ikkili taraf yoki er kishiniki o'ziniki mana badan sog'lomligicha bo'lishchi kerak deb mana shunda bir qancha shartlarni o'ttirg'icha qo'ydi. Shuniki birinchisi demdi, nasab jihatda o'xshash bo'lish kerak dedimdi. Ya'ni o o'g'ilvaliniki, yani er kishiniki mana diyonatlik, axloqli bo'lishdan boshqa mana olmoqchi bo'lgan qizninki o'zi shu er kishi qaysi nasabdan bo'lsa, qaysi jamoatdan bo'lsa, qaysi millatdan bo'lgan bo'lsa, shu millatdancha bo'lish kerak deydi. Mana shu millatda bo'lgan vaqtning o'zida anadagi bu ikkisiniki nikoh ishi texmi mustahkamlashib, texmi urilishib, texmi chingib, bu davomlashish abadil abad mana tugamaydigan davomlashib qarabchi mang'udi debchi qaraydi. Mana nasab deganimiz yani cemaati. Yani bir adamniki, yani cemaati degan gap bo'ladi. Cemaati degan bo'lgandan yani şu adamning tiytakti. Yani qanda bir cemaatdan. Ya u cemaatmi, ya bu cemaatmi, ya Qurash yoki Bani Tamim yoki u Tay qabilasidimi deganidek Arablarnikidek bu. Bizimki Uyg'urimizda, mesela Uyg'ur millatiniki ichida bu yalaq nasab jihatda, yani ajamat, majamat deb
undaq nemesi hazır umumizlik yani kabil bu yok olsun mu? Lekin bununki sürüştürüş tarifi var. Mesela kandak cemaat yani atanısı kandakken deydigan. Yani bu tarafta çok okşaş oluş gerek. Yani bir adam şu adamga yani bir elçüpkege adam kızını vermekçi olsa mana şu adamniki nasibi şu kız tarafga okşaş oluş gerek. Eğer unda okşaş bombaga vaktin üzüden mesela o adamniki mesela nasabi cihatte töven bulup kalgan bolsa kız mana yukarı nasabi adam bulup kalgan bolsa bu kızınki ailesiga şu yigitniki üçüncü oğluniki sebebinden numus numus işçi yetip geldi. Şunun için şu kızını almakçı olan şu adamniki üze mana nasab cihatte mana okşaşçı buluşçu gerek deydemdi. Ondan da oğandiken nasab cihatte okşaş oluş gerek degan bo'lgandiki shunga olimlarimiz Araplar bo'lgan bo'lsa Arapniki basiga ham tang bo'ludi deydi. Chunki Arab millatiniki nasabi mana İsmail aleyhissalatu vesselam tutashgan ekan har birisi bir-birisiga uning qizini bunun kızını unutgan muşta ep berish shu kerak. Shuningdek endi Arablarniki ichidagi qabila bor endi. Mesela Qurayşdagi basiga nima ham tang yani kepi mukafat yani kafaat oludu deydi. Şuningdek endi bu itibarı bilen alimlerimiz deydi ki pel a'cemiyyu la yakunu kuffen lil arabiyyati vel arabiyyu la yakunu kuffen lil kureyşiyyati deydi. Onda o halde acemi bir millet yani Arap bulmagan bir milletin çıkan yigit men Arap milletinin içinde çıkan bir kızvalığa mena hem tangçı bulamaydı deydi. Hem tang bulamagandaki qanday oludu uçanın üzüden eğer şu kızını o acemi olan bir adam ep qalgan bolsa uçanı kız tarafniki üze menin kızım acemiye Arap olmagan milleti tiyepti dep atanısı uçadı sot mahkemesiga dava qilish orqali nikahını buzib etish huquqichi bor degan gap. Ama hiç kimse razı yoktu. Bu yerda razı olsa hech qanday bir gap yo'q. Yani razı oluş hatta mayli qaysi millatdan bo'lsa bo'ladi. Qanday bir odamni olsa, musulmonlar bo'lsa u mayli. Ama bu yerda şu razı olmay bo'layotgan gap endi. Eğer mushunda bo'lib qolgan bo'lsa, uçan yüzüde shar'iy mahkama o odamniki arzini qabul qilib, ikkisi o'ttirini ajrashtiradi degan gap endi. Uçan yüzüde meniki qizimni g'ayri arab bo'lgan bir odam epti ubdan deb razı olsa, uçadı bo'laverdi nikahni aytib ubda o'ssa. Bu endi. Yani degan illa bir shart emas. Yani bu davomli uchun ailda muşda urush talash, muşunda bir kun xo'shal yin bir kun urush jadal bunda bo'lmaslik uchun shuni buni uchun o'ttirib qo'ygan gap endi. Bu illaki bu yoki farz yoki vojib yo sunnat darajalik narsa emas. Yine shuningdek deydi endi bu yilqi Arabiy millatidan chiqqan bir erkakniki o'zi Quraysh qabilasi chiqqan bir ayolga qizga mana bu yerda tanqurdosh yani barabarchi bo'lamaydi deydi endi. Yani demak bir Arab milleti bo'lgan bir adam Quraysh qabilasining ichidan chiqqan bir qizvalni ep qolsa uçanın üzüde bu kızınki ata-anası qo'yib mahkamaga arz qilib, "Voy qizimni muşta adam ep ketibdi" desa, uçad arzini qabul qilib, uni ajrashtirib degan gap. Bunda bo'ladi deydi endi. Buniki delili nima endi? Buniki delili mana İbn Umar radhiyallohu taala ondan rivoyat qilgan bir hadis var. Şu hadisda Peygamber sallallohu alayhi ve sellem şuna degan: "El arabu akfaun ba'duhum li ba'd. Kabiletun li kabiletin ve hayyun li hayyin ve raculun li raculun illa haiken hujjamen." Arab men Araplarniki basiga hem tangço buludu. Okşaş buludu, beraber buludu. Bir kabile yin bir kabilige, bir mahalle yin bir mahallege, bir adam yin bir adamge men okşaş beraberço buludu. Lekin illa haik miger kim tikidigan yoki bo'lmaydi adamniki gadini qon elib davolaydigan bunda bir kishi olsa ular ham tangcho bo'lamaydi arablarning ichidan chiqqan bo'lsa deb meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan. Bizniki darsimiz mushagishlik bo'lsin, yana bir qator ko'rishgacha har birlarini Allohga omonat qildik va oxirida ona alhamdulillahi robbil alamin.